shikarniy hovlida tinch va osuda hayot kechirishni istaganlar uchun Ikota Bobokent mahallasida 6 sotuvli yevro hovlimizni sizlarga obzorini qilib beramiz. Yo'lli yuzidan 100 metr, katta trassani yuzidan bo'lsa 500 metr masofada joylashgan 6 sotuvli hovlimizni obzoriga to'xtaladigan bo'lsa, fasadimiz 20, uzunasiga 30. Ushbu xonadonimizga kirib kelishimizda naq 5 yo 6 ta mashinaga mo'ljallangan vezimiz mavjud, letniy kuxnyalarga joyimiz qoldirilgan va yashil hududdan iborat. Xonadonimizning ichki obzoriga to'xtaladigan bo'lsa, birinchi xonamiz balkon, navbatdagi xonamiz ayollarimiz sevgan xona, oshxona, полностью обстановка qilingan. Bu xonamiz hol. Holimizdan katta gramatniy, gостиный xonamizga chiqiladi, vxodi 2 ta. Bu yoqda bo'lsa sanuzelimiz, uyimizning ham vxodi 2 ta, o'rtoqlar. Bu yerda bo'lsa dushovoy formatdagi sanuzelimiz, birinchi yotoqxonamiz, родительский, har bitta xonada oynalar mavjud. Ikkinchi yotoqxonamiz, ya'ni детский. Uchinchi дополнительный yotoqxonamiz va navbatdagi xonamizda 4-chi yotoqxona, qadrdonlar. Ushbu obyektimiz полностью pishgan g'ishtdan solingan bo'lib, obstanovka jihozlarimiz qoldiriladi. Boya aytganimdek 6 sotuvdan iborat. Fasadimiz 20 ga 30, katta yo'lli yuzidan 500 metr masofada, yo'limizning yuzidan 100 metr masofada joylashgan ushbu obyektimizning narxiga to'xtaladigan bo'lsa, atigi 33 ming AQSh dollari belgilandi sotiga. Sizlarga eng zo'r obyektlarni taqdim etishda davom etamiz. Sog' bo'ling.